Maktab o'quvchisi bilgan narsani bilmaysiz. Maktabda o'qigan vaqtimda buni bilganman. Keyin esimdan chiqib ketgan. Nima, bilmasligingiz bilan maqtanyapsizmi? Siz Watson, Richard Street tuprog'i bilan Piccadilly tuprog'ini farqlay olasizmi? Gavana sigarasi kulidan Manil sigarasi kulinichi yo Britaniya imperiyasi jinoyat qonunining 3-paragrafida nima deyilganini ayta olasizmi? Lekin men hamma biladigan oddiy narsalar haqida gapiryapman. Men hamma emasman, tushuning Watson. Inson miyasi bo'sh chordoq. Uni har narsa bilan to'ldirish mumkin. Tentak shunday qiladi ham. Kerak nokerakni tiqishtiradi. Keyin vaqti kelib eng kerakli narsani unga joylay olmaydi yoki u juda orqada qolib ketadiki, uni topolmaysan. Men boshqacha yo'l tutaman. Meni chordog'imda faqat o'zimga zarur asboblar bor. Ko'pmas-u tartibli joylashgan. Ortiqcha lashishni keragi yo'q.